Obunachilar, bugun sizlarga yana bitta yormozordan hovli topib qo'ydik. Ixchamgina bu ham 3 sotidan iborat. Katta 3 ta xonasi, bitta oshxonasi, sanuzel. Mana hozir sizlarga ko'rsatib tanishtirib chiqaman. Narxini oldindan aytaman. Narxini 39.900 deyishyapti. Kelib ko'ringlar. Yo'qsa xudo xolasa baraka qiladigan uy qani ketdik bo'lmasa. Chiriganda 10 qo'lda mehmonxonamiz bor. Kattagina. Hovlimiz korobka holatda. Bu tomon oshxona hisoblanayotgan. Keyin bu joylarda gaz, svet, kanalizatsiyalargacha bor. Hamma yo'l tayyor qilib qo'yishibdi. Mana spalni o'zini sanuzeli bilan birga, dushovoy hammasi o'zining ichida. Kelib ko'rishlaring mumkin. Bu tomonda mana общий sanuzel, hojatxonasi, sanuzel joy. Bu tomon keladigan bo'lsa, yana bitta kattagina xonasi. Chiroyli holatda turibdi. Kelib ko'ringlar. Mana uyimiz hovli tomondan ko'rinishi. Keyin bu uyimiz orqasida joyi ham bor. Ikkala ko'rsalaring. Mana bu tomonga xolasalaring. Letni kuxna qilinglar, tandirxona, o'cha, hamma yoqda shekilli chiroyli qilib joylab qo'ysa bo'ladi. Bu tomonga tutun boshqasi yurmaydi. Uyimiz полностью xom g'ishtga ko'tarilgan, sanuzellari pishgan g'ishtda bo'lgan. Suvlarni olib kirib qo'yishgan, kanalizatsiyalar bor, gazlarni olib kirib qo'yishgan. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, bosib olsalaring bo'ladi. Bu hovlimiz Yormozorda, Dilshod Qassobov ko'chasida 3 sotilik 3 ta katta xonasi plus oshxonasi bor. Kanalizatsiya, svet, gaz hamma yoq joyida. Kelib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, bosib oladigan xonasi. Hammaga omad. Sizlarda ham sotiladigan hovli, uy, joy, mashina, nimaiki sotiladigan, ijaraga beriladigan joylaring bo'lsa, marhamat, bizga murojaat qilinglar. Chiroyli qilib e'longa joylab beramiz.